uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamda kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqanchirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch va qudratga ega har tomonlama. Himoya qilganlarda O'zbekiston o'zini, haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm-fanda, har sohada bemalol butun dunyo maydonida raqobatda shonlanadi.